Ishchi guruhi a'zolari tomonidan milliy sinflar uchun rus tili fanidan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlarini takomillashtirish ishlari davom etmoqda. Yig'ilishda fan mutaxassislari, metodistlar, amaliyotchi o'qituvchilar hamda soha ekspertlari ishtirok etdilar. Muhokama davomida rus tili ta'limiga oid dolzarb masalalar hamda kelgusidagi rivojlanish imkoniyatlari atroflicha muhokama qilindi. Asosiy 2-sinfdan 11-sinfgacha olingan, faqat 2-sinfdan 4-sinfgacha bo'lak alohida o'rgatiladi, chunki u yerda A darajasi A1 darajasi hisoblanadi. 5-sinfdan 8-sinfgacha A2 daraja, 9dan yuqorisi B1 darajasini bolalarga yetkazib berishimiz kerak. O'quvchilarimiz yillar davomida rus tilini o'rganishardi. 2-sinfdan boshlanib 11-sinfgacha. Lekin bitirib rus tilida 10% gapira oladi. Hozir biz ishchi guruhi bilan o'quv dasturini takomillashtirish ustida ishlayapmiz. Bu degani bizning o'quvchilarimiz maktabda olgan bilimini hayotida tatbiq qila olishi kerak. Elementarni rus tilida gapira olishligi kerak degan maqsad o'zimizga qo'ydik.